Yurtdoshlar, mana teplisamizda bodring ekkan ko'chatlarni avval ko'rsatgandim. 8-mart kuni ekkanmiz bu ko'chatlarimizni. Tarash mavsumi boshlandi. Mana bodringlarni tarab, gullab, rosa hosilga kirdi hozir bular. Mevalari ham o'sha katta bo'lishni boshladi. Bodringlarimiz nihoyatda serhosil. Alpinist navli bodring ko'chati edi. Mana hozir tarash mavsumi bo'lyapti. Pomidor ko'chatlarimizni ham sotyapmiz. Lima 87-5 nomerli Super Madera Gollandian bodring pomidori ko'chatlari bor. Tarama Runi nomli tarama ko'chatlari bor. Bodring ko'chatlari liderlari bor sotilayotgan. Bu teplisamiz mevasiga sotish uchun ekkan ko'chatlarimiz mana. 8-mart kuni ekkan ko'chatlarimiz уже mevaga kirdi. Nihoyatda hosili yaxshi. F1 namli bodring. Bodringlar hujum bo'lib gullab so'byapti. Yurtdoshlar, dehqonchilik sirlaridan xabar berib turamiz degandik. Mana bularni hozir tarab bo'lib, yana mevasiga уже beradigan oziqalarni beramiz. Qiziquvchilar kuzatib borayotganlar. Kanalimizni kuzatib borib turasizlar. Ko'chatlarimiz nihoyatda yaxshi hosillari. Hujum meva chiqargan. 2tadan, 3tadan, 5tadan chiqargan joylari ham bor. Hosildorligi yaxshi. Ko'chatlar sog'lom, baquvvat. Bularni endi tarash mavsumi tugagandan keyin oziqlantiramiz.